Eng shirin so'z tibbiyot xodimlari raddomda. Eng qo'pollari ham o'sha yerda. Shirin so'z aytishni jinoyat deb biladiganlar tug'ruq bo'limida, yuzi ko'zlari kulib, cho'ntagiga katta xalat kiyganlar kuzatish bo'limida ishlashadi. Ularni ishga olishdan oldin shunday test o'tkazishadi. Ayol baqirsa siz nima qilasiz? Ustiga baqiraman. Qabul qilindingiz. Undan keyin eng muhim savol bolam sog'lommi, lekin tashqaridagi dunyo uchun eng muhimi o'g'ilmi, qizmi? Ism qo'yishga haqli bo'lish uchun 4-farzandni dunyoga keltirishingiz kerak bo'ladi. Raddom ayollar bergan eng ko'p buzilgan qasamlar joyi. U yerda endi tug'mayman degan gap tug'ruqxonada o'ladi. Keyingi yil yana bolalarni juft qilish niyati paydo bo'ladi. Tug'gandan keyin hamma narsa sizga qarshi ishlaydi. Ko'ylak kichrayadi, oyoq kiyim torayadi, yostiq esa dushmanga aylanadi. Chunki uxlay olmaysan. 9 oy ko'ngling tusagan narsani yegan bo'lsang, endi nima yesam keyin nima bo'ladi deb o'ylab yeysan. Farzandingni 40 kun chillaga senga alohida e'tibor berishadi. Har safar tug'ganda bu muddat qisqarib boradi. 4-farzandingni chaqaloqni opasiga berib, uy ishlarini qilishga majbursan. Chunki endi sen ayollarning 40 ta joni bo'lishini isbot qilib bergansan. Hayotning bitta haqiqatini anglab yetasan. Bola uxlaganda sen ham uxlashing emas, oshxona gazini tozalash va kirlarni yig'ish uchun 30 daqiqa vaqting bor.